Prezidentimiz mamlakatimizdagi 9810 yaqin mahallagacha tushib, vazirlarni ham aytadi, bor mahallada kabineting bo'lsin deyapti. Mahallamizda eng katta bo'lgan oilaviy ovqatlanish shoxobchamiz bor, Sharshara degan. Ana shu Sharshara plus parranda MCJ negizida buni mahsulotlari tayyor bo'lgandan keyin to'g'ridan-to'g'ri Sharshara bilan bog'lab berdi 2 martalik. Biz 20 marta qilamiz, bitta guruh tuzamiz, keyin mana shu guruhimizga mana shu dars beradi. Ustasi qamoqlardan chiqardingiz, qaytib qamoqlarga tushmaydi. Xavfsiz hudud bo'yicha qanaqa takliflar bor? Qonunchilikka nima takliflaringiz bor?